Amaliyotda yutaz qilganda birli nuqtaga diqqat qilsak, sirtlar deganga o'xshash qog'ozdek chuvilib turadigan nayt o'xshaydigan yutaz qilib bo'ldi. Emas bugun sizlarga qilish usulini o'rgatay. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, birli qatimki o'zingiz chiqib o'rganalaysiz, ham o'rganish boshlaylik ketdi. Avval ikki qacha atrofidagi unning ustiga nayt az miqdorda tuz, bir qoshiq oq shakar, muvofiq miqdorda suda va echitqu selib, ustiga yana muvofiq miqdorda issiq suv qo'yib xamir yo'rish boshlaymiz. Yutazning xamirini chuqib nayt yaxshi shishimiz kerak do'stlar. Qilgan yutazning o'xshamasligi xamirga shishimizga bog'liq. Xamirni yarim soat atrofida ko'p turgandan keyin tayyor qilgan xamirimizni yengil birini echitib, endi biz buningga oddiy usulda may tayyor qila olaylik. Piyolning yarmiga bo'lsa abjashmay qo'yamiz. Yan yarmiga oilli ishlatadigan may qo'yamiz. Ishlatganim bo'lsa Elnurining xam ashani Ispaniyadan import qilib haqiqiy 100% saf holatda ishlab chiqargan zaytun mayi. Elnuri shirkatimizning unmay guruchlardan boshqa sog'lom bo'lgan non va chamg'u mahsulotlarini bor bo'lib, lazım do'stlarga başpatik seri qarab yozib qo'ydim. Gapimiz qaytib kelsak, tayyor qilib olgan xamirimizni lipiz holatga echilib, har bir qatiga may surkab 10 minut atrofida qo'yib tindirib olgandan keyin ikkinchi qatim imkoniyatning berishi texmin nayt lipiz qog'ozdek holatda echib olamiz. Ondan bir qo'limizni tatib, yana bir qo'limizni yo'gab, hamon shunday yo'gim holatga kelib bo'lgandan keyin suratdagidek men mushalatda nayt o'lchamli qilib tug'vasaqli bo'ladi. Orqadan qaynab tayyor bo'lgan qasqonga selib, taxminan 20 minut atrofida dumsaklar bizning qat-qat va nayt o'xshagan chuvilib turadigan yutazimiz tayyor bo'ldi. Hamsa oxirida filmlarni to'liq ko'rib, yuraklarni besib qo'llagan tuqqanlar ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatim ko'rishaylik, xayr xo'sh.